Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, bizning obunachilarimiz. Sizlarga juda ham ajoyib yangilik bilan chiqyapman. Samarqand shahar markazida Bog'i Shamolda 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Juda ham ajoyib remont qilingan. Xonadonimiz 7-qavatda joylashgan. Domini qavati 9 qavatli. Lifti ham bor. Videoni boshlashdan oldin bizlarga like bosib qo'ying va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Demak, holni ko'rib turishingiz mumkin. Kirish qismimiz juda ham zo'r, shinam. Albatta, mebellari ham o'rnatilgan. Bu tomonimizda oyna. O'ng tomonimizda esa kirishimizda sanuzelimizga ahamiyat bering. Demak, dushovoyi va barcha texnikalar o'rnatilgan. Shuni chiqishimizda o'ng tomonimizda mehmonxona kutib turadi. Demak, mehmonxonamizni ham ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham shinam, kattagina mehmonxona. Lyustralarga ham ahamiyat bering. Yumshoq mebel, texnikalar, televizorlar o'rnatilgan. Xonadonimiz to'liq teplopol bilan ta'minlangan. Demak, biz esa oshxonamizga o'tamiz. Bu yerda gulni ham ko'rsatib qo'yishlarini so'rayman. Juda ham zo'r. Demak, oshxonamizni ham ko'rib turishingiz mumkin. Ayollarimiz uchun sharoitlar yaratilgan. Kuxni garnituralari ham zo'r. Biz esa bu yerda ya'ni двухконтурный котел, o'sha teplopolda sistemasi o'rnatilgan. Demak, xolodilniklarimiz bor, o'tirish zonasi, pardalari ham, oyna ham tushgan. Demak, biz esa kattalar yotoqxonasiga o'tamiz. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham o'zgacha remontda qilingan. Mebellari ham qimmatbaho mebellardan jihozlangan. Mana, remonti zo'r, pardalari ham dahshat qilingan va albatta dekorativniy kartinalar ham o'rnatilgan. Televizori ham bor. Biz bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Hozir bolalar yotoqxonasini ham ko'rib turishingiz mumkin. Ikkita farzandingiz bemalol bu yerda dam olishlari mumkin. Komodi ham o'rnatilgan, barcha mebellari bor. Demak, ushbu xonadonimiz, yana bir bor eslataman, Samarqand shahar markazida, Bog'i Shamolda, shunday viloyat solig'ining oldida joylashgan. Umumiy 82 kvadrat metrdan iborat, narxi esa 92 ming AQSh dollariga baholanyapti. Albatta, savdosi bor. Bizga aloqaga chiqib, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, narxlarni yanada chiroyli qilib beramiz.